Yulduzsimon burunli ko'rsichqon o'ljasini atigi 230 millisekundda aniqlab yutishi mumkinligini bilasizmi? Bu uni sayyoradagi eng tez ovqatlanuvchi sut emizuvchiga aylantiradi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon ilmiy nomi Sondlura siristata hayvonot dunyosining hayratlanarli vakillaridan biridir. Evolyutsion mo'jiza sifatida uning noyob burun o'siqlari kuchli sezgi organiga aylanib, uni o'z ekotizimining ajralib turuvchi a'zosiga aylantiradi. Moslashishning mo'jizasi bo'lgan yulduzsimon burunli ko'rsichqon Shimoliy Amerikaning sharqiy botqoqliklarida yashaydi. Nam pasttekslik hududlarni afzal ko'rgan bu ko'rsichqon o'z muhitiga juda mos keladi. Lekin fasllar keskin o'zgarganda u qanday omon qoladi? Yulduzsimon burunli ko'rsichqon g'ayrioddiy mavjudotdir. Uning 22 barmoqli burni mukammal bir quroldir. 25 mingdan ortiq sezgi retseptorlari bilan jihozlangan bu burun o'ljani millisekundlarda aniqlab, uni eng tez ovqatlanuvchi sut emizuvchiga aylantiradi. Bu moslashuv biologiyaning tengsiz mo'jizasidir. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon o'zining noyob burun o'siqlarini nafaqat taktil tadqiqot uchun, balki ajoyib hid bilish ordeni sifatida ham ishlatadi. Uning metabolizmi tezkor bo'lib, tez yem izlash va faol harakatlanishni ta'minlaydi. Bu sezgilar yer osti muhitida yashab qolishga yordam beradi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon qorong'uda oqilish ustasi hisoblanadi. U yulduzsimon burnidan o'ljani ajoyib tezlikda sezish uchun foydalanadi. Bu hayratlanarli jonzot hasharotlar va chuvalchanglarni millisaniyalarda aniqlab yuta oladi. Ashirin harakat ustasi bo'lgan yulduzsimon burunli ko'rsichqon o'ljasiga asta yaqinlashadi. Yulduzsimon tumshug'i titrash bilan oxirgi lahzani aniqlashtirib, bir zumda hujum qilib, shubhasiz chuvalchangni ushlaydi. Tabiatning mukammal ovchisi zafar qozonadi. Ovdan so'ng yulduzsimon burunli ko'rsichqon o'ljasini raqiblarga ta'sir etmaslik uchun tezda yeya boshlaydi. Uning noyob yulduzsimon burni yaqinlashayotgan tahdidlarini sezishda muhim rol o'ynaydi. Qorong'ulikda har bir lahza yer osti yashash uchun jangga aylanadi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon yolg'iz yashovchi jonzot bo'lib, kunlarini botqoqliklarda tunnel qazib o'tkazadi. Kecha-yu kunduz faol holda charchamay ovqat qidiradi. Yolg'izligiga qaramay, ko'rsichqon ko'payish mavsumida boshqalar bilan qisqa muddatli aloqaga kirishadi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon nam pasttekslik hududlarida yashab, o'z kichik hududini qattiq himoya qiladi. Har bir hudud taxminan 4,5 kvadrat metrni tashkil etib, ovqatlanish va ko'payish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko'rsichqon o'z domenini o'rganish va himoya qilish uchun sezgir burnidan foydalanadi. Dam soyali botqoqliklarda yulduzsimon burunli ko'rsichqon baland o'tlar ostiga yashiringan tunnellarda yugurib yuradi. Havo nam tuproq hidi bilan to'la. Suvning ohista shildirashi esa uning murakkab yashash muhitidagi nozik taassurotni shivirlaydi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon qiziqarli juftlashish rituallari bilan shug'ullanadi. Erkaklar juft sezgir yulduzsimon o'siqlari yordamida urg'ochilarni topishga urinib, kuchli raqobat olib boradi. Topilgandan so'ng qisqa muddatli sevgi o'yini boshlanadi. Kuchli raqobat faqat eng baquvvatlarning genlarini avlodga o'tkazishini ta'minlaydi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon bolalari tug'ilgach, ona yer osti uyasida ularni g'ayrat bilan parvarish qiladi. U ozuqa va himoya bilan ta'minlab, ularning tirik qolish imkoniyatini oshiradi. Faqat bir nechtasi yer osti dunyosining qiyinchiliklariga dosh berib, voyaga yetadi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqonning 22 ta qo'shimcha o'simtasi g'ayrioddiy sezgi organini tashkil etadi. Bu o'simtalar 25 mingdan ortiq sezgi retseptorlari bilan to'la bo'lib, to'liq qorong'ulikda o'ljani bir zumda aniqlash imkonini beradi. Bu yashab qolish uchun yaratilgan eng yuqori darajadagi moslashuvdir. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon muhim hasharotxo'r sifatida tuproq sog'ligini saqlaydi. Uning yo'qolishi parchalanuvchilar populyatsiyasini buzib, o'simliklarning o'sishiga ta'sir qiladi. Bu o'z navbatida zanjirli reaksiyani keltirib chiqaradi va ko'rsichqonning ekologik roliga tayanadigan butun ekotizimlarni xavf ostiga qo'yadi. Uni saqlash biologik xilma-xillikni himoya qiladi.
Yulduzsimon burunli ko'rsichqon yashash joyi yo'qolishi muammosiga duch kelmoqda. Garchi u hozircha yo'qolib ketish xavfi ostida emas, muhofaza ishlari botqoqliklarni saqlashga qaratilgan. Aniq aholi soni noma'lum bo'lsa-da, tur o'z tarqalish areali bo'yicha barqaror hisoblanadi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqon yerning shivirlashi sokin iniga chekinadi. Uning noyob burni qorong'ulikda jimgina yo'l ko'rsatadi. Bu evolyutsion mo'jizaning timsoli. Qorong'ulik yerga cho'kkan sari tabiatning raqsi o'z sirlarini shivirlaydi. Yulduzsimon burunli ko'rsichqonning qiziqarli dunyosini kashf eting. Eksklyuziv ma'lumotlar uchun hoziroq obuna bo'ling. Tabiat mo'jizalariga uydan turib guvoh bo'ling.